Sevaman yodastrim seni. Mana men o'zim yodastrimni ichaman, chunki yodastrim ichi organik yod bo'lgani uchun, laminariyadan tashkil etgani uchun men o'zim ham bolalarimga ham yodastrimni ichiraman har doim. Ishlagani uchun 10 yildan beri shu yodastrimni ichaman. Ishlaydi, menga yoqadi, organizmimga sras sezaman. Undan tashqari yodinam ichib ko'rdim, kapilali yod flow menga ishlagani yo'q. Organizm sras sezadi-yu, almashtirib ko'rdim, yo'q, buni topa olmagan paytlar. Buni effektini ko'proq ko'rganman va mana bitta cherida bayashnik salotkalari, pusturniklari ham nervlaringizni ham uspakoyit qiladi, kam bo'lgan taqdirda ham so'rilishi va kofaktorlari bilan bo'lgani uchun men shu yodastrimni yaxshi ko'raman va tavsiya qilaman. Hayz siklini to'g'irlab beradi, bepushtlikda tavsiya qilaman va xotirani tiklashda asosiy yodastrim. Даже mana shu yodastrimni ichganimdan beri L-tiroksin, eutiroksiddan chiqib ketganman, ishonasizmi? Gormonli ichmayman. Chunki gormonlarim norma bo'lgandan keyin, mashindan keyin уже ichmaydigan bo'lib ketganman. Undan oldin anaqa L-tiroksin, eutiroksid ichardim. Sevaman yodastrim seni.